Assalomu alaykum rezidentlarim. Hammanglar yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Xo'p, video olishga, endi har kuni video olishga vaqtimiz yo'q. To'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Ba'zanchi shunaqa savollar tushadi menga. Nima deb atvet qaytarishimni bilmay qolaman o'ylayman. Nima deb atvet qaytarar ekan? Hop, ishchilarimga Mametda bitta xona qilib berdim. Yetmaganga. Oqlab, ko'klab qo'ydik. Hozir sizlarga ko'rsataman. Qaranglar, mana ixchamgina xona bo'lib qoldi. Tep-tegiga bir narsalar sovuramiz. Anaqa ixchamgina xona gipsokartondan bitta qilib ulashib, olib tashlab, xullas zo'r pechkalari ham bor, issiqqina o'tirishadi. Bu sharoiti yo'q deganlarga, negativlarga atvet. Negativdan boshladik, negativ davom etadi. Endi faqat yaxshi narsa aytib bersam, nima deydi? Zerikib qolasizlar. Shunaqa savollar tushadi menga. Shunaqa savollar tushadi, men nima deb javob berishni bilmay qolaman-da. Bitta savoldan ko'p beriladigan savolda, ayniqsa yangi quyonchilik kirib kelgan odamlar savol beradi. Qaysi zotdan foyda qilsak bo'ladi degan savolda. Nima deb javob berish shunaqalarga aytinglar? Nima javob bering? Bilmayman. Yo'q. Hozir zotdor boqinglar desa, zotdor boqmaylar desa, zotdor boqayotganlarga ham negativ bo'lib qoladi-da. Men yomon ko'rinib qolaman. Lekin Hikolni maqtasam, Hikolni o'zini mahsulotini maqtayapti deb o'ylashadi. Xullasi bu savolga men javob ham bera olmayman deb bir g'alati bo'lib qolaman savolga javob berish uchun. Eng zo'rini aytaymi? Eng zo'r yo'l. Men Hikolni maqtaganim bilan, men yoki zotni maqtaganim bilan har bitta odam shu men o'tgan yoki boshqa quyonchi o'tgan jarayonni o'zi o'tib olib, o'ziga yoqqan yo'nalishni o'zi tanlash kerak ekan. O'zini boshi o'zi bu devorga poqita teggandan keyin, mana shu yaxshi ekan degan fikrga kelib qolishadi. Endi zotni yomonlamayman. Lekin zotdan ham foyda bor. Zotdan foyda yo'q deya olmayman. Zotdor boqayotganlar tilak bosib ketinglar shu joyda. Kimdirda joy pazvalat qilmaydi, joy kichkina. Lekin qo'shimcha daromad qilishga baribir nima deydi? Qanaqadir zot olib kirib, quyonchilikdan qilsa bo'ladi. Foyda qilsa bo'lmaydi emas, bo'ladi. Lekin kimda joy bo'lsa, men обязательно Hikol boqinglar deb tavsiya qilaman. Chunki joyinglar pazvalat qiladi. Boqinglar. Yokida unisidan ham bunisidan ham boqib ko'rish kerak. Eng zo'r varianti shu bo'lsa kerak. Unisidan ham bunisidan boqib ko'rsa, o'shanda biladi. Undan foyda ko'proqmi, yo bundan foyda ko'proqmi? Endi hamma Hikol boqsin deya olmayman. U ham bir noto'g'ri fikr. Chunki kimdir eplolaydi, kimdir eplolmaydi. Hamma yoqda zotda ham, Hikolda ham sotuvni eplash kerak. Shu mahsuloting chiqayotgandan keyin sen sotishni bilishing kerak. Lekin bitta narsani esdan chiqarmanglar. Go'sht hech qachon ko'chada xor bo'lib qolib ketmaydi. Har 4 soatda, 5 soatda ham har 4 soatda qorninglar ochadi. Xulosa o'zingizlardan, azizlarim. Biz esa bugungi qiladigan ishlarimiz mana shu dam-dili bo'lib ketgan xonani tozalab,
ana yerdachi mana bularni olib chiqib tashlashimiz kerak, so'yib olishimiz kerak qoldiqlarni. Ana yerda ham bitta o'tiribdi. Mana bu yerda ishonasizlar, bitta karlikim bor. Girmayling. Bilmayman, 1000 yillik bo'lib ketdimi, bilmayman. O'tiribdi. Choy ichib. Xo'p, mashitlarni ko'ryapsizlar. Mana shunaqa darajagacha keladi. Xohlasanglar, xohlamasanglar shunaqa darajagacha keladi. Hikolda. Chunki bularni tozalab turishimiz kerak. O'shaning uchun nima yaxshi? Горелка yaxshi. Mana shunaqa горелка bizga ko'makka keladi. Biza boshladik. Bismillahda boshladik xullas. Men toz kuydirib bo'lsam, keyin sekin bu yoqqa Alisher aka quyonlarni qoldig'ini olib kelib, xullas shunaqa ishimiz ko'p. Bir xilada qo'rqib ketaman. Bu ish qilish kerak desa va qo'rqib ketyapman. Mayli. Ish bo'lgani yaxshi. Kerakli ma'lumotlarni ham bir berib ketaman keyin. Ayniqsa sinovdan o'tgan narsalardan tajriba, bir ikkita narsa tajriba qilib ko'rmoqchiman. Uni ham bir aytib o'taman. Balkim bugun qilib ham qo'yamiz bu tajribani sizlar bilan birga ko'ramiz. Bir gap bo'lar. Mashitni tozalab oling. Sizlarga ko'rsataman natijani. Qaranglar, bir narsa ko'rsataman sizlarga. Oldingi partiyadan ikkita brak ona quyon qoluvdi menda. To'p qo'yibdi, ana joy qilib qo'ydim. Ana ikki xatlarni sotaman-ku. O'shanda ikkita brak ona quyon endi sotmadim. Brak sotmaymiz, nima qilamiz? Bari har bitta bitta narsa aytaman-da. Har bitta anaqadan, nima edi, gnezdodan hammasini biz naslga olib qo'yib olmaymiz. Bu yaxshi ona quyon edi. Faqat ko'ryapsizlar, bitta ko'zi kasal. Men bunga tetratsiklin, balobatlar, boshqa qilmayman. Tushundinglarmi? Qilmayman. Nimagaki, men u paytdan o'sha qiladigan, bir narsa lecheniya qiladigan paytdan o'tib ketdim. Kixatida tug'di, mana bolalarini tug'di. Bolalarini chiqarib olsin, men buni so'yaman. Kerak emas. Bu 3 ta quyon bilan turganiga, men bitta joyim yo'q edi-da. 3 ta quyon bilan turganiga, ana 3 ta quyon, 2 ta quyon yomon bo'lib chiqdi-da. G'ajib tashlabdi mana. Quloqlarini ko'rdinglarmi? G'ajib tashladi. O'shaning uchun men buni ham brakka chiqarib yubordim. Bu yangi xatda bu ham tug'di, ko'p tug'di. Даже bilmayman nechtaligini. Bitta sanaymizmi? Для interes hozir hisoblab ko'ramiz. Yopib qo'yamiz. Tak. Voy Alloh. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, 12 ta ekan. Bittasida 12 ta. Bittasida 12 ta. Bittasida qarang. Qaranglar, buni suti ko'proq ekan bunga nisbatan. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta 9 ta. No, bolalari ham kamroq. O'shanga ham shunaqa bo'lishi mumkin. Bu vashi dombo-dombo-da, bu sal bilinar sal kichikroq. No, bu yerda 12 ta, bu yerda 9 ta ekan. O'shaning hisobi ham bo'lishi mumkin. Xo'p, nimaga bularni ko'rsatyapman? Mag'zini chaqadiganlar. Har bitta gnezdodan to'liq 100% sizga zo'r chiqmaydi. Mana mashitda bola, nima deydi, o'g'il bola, qiz bola, ko'rdinglarmi, har xil o'tiradi. Mana mashinaqali chiqadi orasida. Bu brak hisoblanadi. G'ajib qo'ygan, tishlab qo'ygan bir-birini, sal ozg'irroq bo'lib qolgan, sal bunda ko'rinishda yo'qmagan quyonlar bo'lsa,
Men buni sразу go'shtga minus qilib yuboraman. Men bitta gnezdodan hammasini naslga olib qo'ya olmayman. Menda o'zim ustozlarim bor, o'zimga yarashadi endi. Baribir ko'rganmiz, har xilini o'shanga biz olib qolmaymiz. Bitta gnezdoda, misol uchun mana hozir ko'rdinglar, 9 ta tug'di, 12 ta tug'di. Hammasi onalari naslga yaraydi degani emas. Mana quloqsizi ham bor. Mana shu samka quloqsiz, zo'r samka. Ko'rsangiz go'dalari cho'tki, lekin qulog'i yo'q. Nima qilaman, boshimni qotirib. Bizga mamta ko'rasizlar kam ketganda, men o'sha yarmigacha, mana mamta yo'q. Yarmigacha mamta bitta. Men qarang, oz yotibdi bittasi. Birakda u raxitikmi bo'ladi-yu, gnezdoda dabdala chiqadi. Men hammasini 100% olib qolmayman. Lekin naslga boqayotganlar ayrimlari hammasini aytmayman. No, aksariyat ko'pchiliklari hammasini o'sha naslga pul ekan deb tiqaveradi. Har bitta gnezdoda o'zingizga adbor qilishingiz kerak. Yaraydigani bor, yaramaydigani bor. Mana shu tomonda yana bundoq aniq qilishim kerak. So'yadiganlarim bor. Ibyo tomonda so'yadi. Meni ko'rdinglar. Men shuni kuydirganimga bir hafta ham bo'lmadi hali. Chunki 3 oylik ikkinchi to'lov boshlandi. Birinchi to'lov 45 kungacha davom etadi. 1 oydan 45 kungacha to'lov oladi. Ikkinchi to'lov 3 oydan boshlanadi. Даже bu hali 2,5 oylik. 2,5 oy mana ko'ryapsizlarmi ahvolni? Mana shunaqa boshlanadi. Gaplarim ham esimdan chiqib ketdi, telefon qilib. Bittasi so'rayotibdi quyonni. Nima deyotganim ham esimdan chiqib ketdi. Xullas, adbor qilinglar, o'zingizlarni ustingizda ishlanglar. Har bitta quyonni bitta gnezdodan podryatiga emas, har bitta gnezdodan tanlab naslinglarni ustingizda o'zingizlar ishlasanglar, o'shanda sizlarga plus bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Natija bo'lmaydi. Mana bu yerda quyonxonanglarni chiroyli qilib qo'ysangiz, ichida o'tirib choylarni ichsangiz, uni foydasi yo'q. Ustida har bitta nasl ustida ishlash kerak. Nima nasl bo'lsa ham, nima zot bo'lsa ham. Men Mametga не то что onasini ham uzr. Men Mametga не то что choy ichishga, nafas olishga bir anaqada kiraman deyman. Mametni tozalaganinglar bilan, chiroyli qilganinglar bilan shunaqa narsa uchadi. Ko'zga ko'rinmas narsa uchadi. O'shanga fermaga borganda, "Voy, men choy ichib oling, men kolani ichib oling" degan deyishganda, 1000 marta o'ylab ko'ring. Kolaga nima qo'shilib, uchib kirib ketayotganini. Ferma есть ferma. Fermada uyiga solib olmaylik. Fermada jonzot boqiladi. Odam yashamaydi. Xullas tushundinglar meni.